Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sılağa 2020 yıl 8. ayının 14. günü. Heptige cüme vatandaşlar, heptige cüme. Heptige cüme vatandaşlar, heptige cüme. Bugünkü vaziyetten esa qazara dovi torbiti yüzü ihraqtı. Nime deydu dememsiz. Tünügülleten yani 17. günü, 13. günü Cüngü Azatlık Armiyası Tayvan boğazıda harbiy manevr ötküzüşni ilan kılgan edi. Şunun kaynidir deydi ki dovi torbiti Xitay Merkezi Komiteti'nin dovi torbiti deydi ki şundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarının harbiy aeroplanları Tayvan hava boşluğunda paydo bo'ldi dedi. Mana buni vaziyatdaymiz vatandaşım. Üstüki vaziyat nima edi? Esidagi plan bo'yicha ekran orqali bo'lsa-mu Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhur Xalq Jamhuriyatining sud vakillari ata 15. kuni yakshanba kunda ekran suhbatimi shundaq bir suhbat o'tkazadigan bir payt edi vatandaş. Moşundaq ahvalda o'tirdan qopopli Cüngü Azatlık Armiyasının Tayvan boğazıda harbiy manevr ötküzgenligi bu vaziyatni qasdan jiddiyleştirgenligi. Yani suhbatdan avval, suhbat boshlanishdan avval vaziyatni qasdan jiddiyleştirgenligidan boshqa narsa emas. Biz şununla münasebetli kaldı bugün vatandaşlara leksiya sözdeyimiz vatandaşları. Birinci leksiyimiz mındak vatandaş. Mavzusu mındak. Amerika ve Cüngü karşılaşış vaziyeti belgelendi. Cüngü Kompartiyasını yoqtuş, soğuk münasebetle uğraşını yoqtuştu. Yoki soğuk münasebetle uğraşının kaldığını tesiri tazalaştı. Dep ko'rsatdi Tayvan Qonun chiqarish komitetining a'zosi. Mavzuli xabar 8. ayning 13. kuni Buyuk Iroq orbitida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqindan beri Cüngü Kompartiyasiga zarba berish kuchini o'zliksiz kuchaytirdi. Amerika Cüngü karşılaşışdan harareti örleşke başladı. Tayvan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi Qonun chiqarish komitetining a'zosi Li Junshan 13. kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika uchun aytganda Cüngü Kompartiyasi so'g'oq munosabatlar urushidan qilib qolgan eng oxirgi bir masala. Bu qaltis tuzilgan cümleyken, hukumlaştırılgan cümleyken, karan vatandaş nime deydi, Cüngü Kompartiyasi soğuk münasebetler uruşunun eşip kalgan, yoki hazırgı söyleyip kelip atkan en ahırkı bir meselede. Qaltis gap vatandaş bu gap. Cüngü Kompartiyasını yoqtuş yoki tugutish andın soğuk münasebetler uruşunu ahırlaştırganlık bulup hesaplanıdır. Şunu Amerika bilen Cüngü karşılaşış xalqaro vaziyetning negizlik ramkisi bulup şekillendi. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo 12. günü Çexiyada parlamento nutq so'zlaganda mundaq tilga aldı. Növbetdagi ahvol 2-0 o'xshamaydi. Bu shu men tushunmadim, 2-0 o'xshamaydi. Yo'q, 2-0 deganga o'xshamaydi degan gap. Müşahidik 2,0 deganning ma'nosini men tushunmay qoldim. Kechiringlar vatandoshlar. Cüngü Kompartiyasining yarshar iqtisodiy kuchi elib kelgan tahdid. Soğuk münasebetler urushi mezgilidagi sobiq Sovetlar bilan sarishib turganda qarşılashish qiyinga to'xtaydi. Iqtisodiy kuch bilan dunyo tahdid elib keldi. Sobiq Sovetlarga sarishib turganda Cüngü bilan qarşılashish qiyinga to'xtaydi.
Çünkü Kompartiya sabık Sovetler yetişelmegen bir dereceye yetip geldi. Cümleden bizden iktisat sahamızga, siyaset ve cemiyetimizge sınıp girdi. Devlet İşler Katı Mike Pompeo 12. günü Çekya'da parlamentta yok arkadaki nutq sözledi. Bir yerde dikkat kılın, iktisat sahamızga büyüsüp girdi ve siyaset sahamızga sınıp girdi deydi. Devlet İşler Katı Mike Pompeo nutq sözlegende Tayvan to'g'risida to'xtaldi. U mundaq ko'rsatdi. Çekiya parlament başlığının yaqinda Tayvan'ı ziyaret qiladiganligidan xabar topdim. Men buni yaxshi plan deb o'ylayman. Lin Junshan bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. 20-asrning keyingi yerimi xalqaro siyosetdagi eng olqiliq bir so'z. 20-asrning keyingi yerimida xalqaro siyosetdagi eng olqiliq bir so'z. Kommunizm diktatorisi bilan demokratik erkinlikning qarshilashishidir. Yoki kommunizm diktatorisi bilan demokratik erkinlikning o'rtasidagi dushmanlikdir. Navbatdagi Amerika-Jungo munosabatining manbaiga izlansek, sobiq Sovetlar buningda eng muhim omildir. Şu vaqtda sobiq Sovetlarni mag'lub qilish uchun Amerika Jungo Kompartiyasi bilan ideologiyalik ziddiyatlarni qo'yib qo'yib, Jungo Kompartiyasi bilan Sovetlarning munosabati yomonlashib ketgan bir paytda Jungo Kompartiyasi bilan uchrashdi. Ve Jungo Kompartiyasi ikki darajalik dushman bilan hamkorlashib, ya'ni ikkinchi darajalik dushman bilan hamkorlashib, muhim dushman sobiq Sovetlarga zarba berdi. Bu mundaq ko'rsatdi. Ya'ni qonun chiqarish komitetining a'zosi Lin Junshan Amerikaning nishoni sobiq Sovetlarni mag'lub qilish emas edi. Amaliyotda mushu fursatdan foydalanib Jungoni o'zgartirish va G'arbning kapitali xalqarolashtirish orqali Jungoni asta-asta echib o'tilgan davlatga aylantirish. Başlanış bilan Amerikaning plani g'alaba qozondi deyishga bo'ladi. Bu yerdagi bir jumla nima deysiniz? Gayga kaypang degan, echib o'tish degan siyosat Jungo yo'lga qo'ydi, mushu Amerikaning g'alabasi deyishga bo'ldi. Başlanış bilan g'alaba qildi deyishga bo'ladi. Harbiy tayyorliklar musobaqasi orqali sobiq Sovetlarni gumron qilib qolmay, Amerika Qo'shma Shtatlar o'xshashli Jungo Kompartiyasimi islohot echib o'tish orqali diktatorini bo'shashtirib, ba'zi alomatlar, ya'ni yumshash alomatlari ko'rilgan edi. Lin Junshan mundaq ko'rsatdi. G'arb dunyosi sobiq Sovetlar lagerini yemirib tashlagandan keyin kelar qatimliq nishon Jungo bo'lishi kerak edi. Lekin o'ylamagan yerdan Paris qo'ltig'i urushi va terrorizm o'tirg'i chiqdi. Amerikaning nazar doirasi burilib ketdi. Jungo 30 yil aromi xudo bo'lib oldi. Belki hozirgi zaman fan texnikasidan foydalanib, Jungo xilma-xil darajadan tashqari, cheklamadan tashqari urush qo'zg'ab, sobiq Sovetlardan ortiq bir eğer tahdid paydo qildi. Devlet İşler Katı Mike Pompeo Jungoning o'zgarishidan umid yo'q dedi. Lin Junshan mundaq hisobladi. Bu Amerikada Jungo siyosatining o'zgarganligini va negizlik davlat siyosati yo'liga qaytib kelganligini ko'rsatib berdi. Devlet İşler Katı Mike Pompeo umid yo'q, Jungo Kompartiyasi o'zgarmaydi. Demak, buning ma'nosi Lin Junshan tasvirlagandeklar emas. Buning ma'nosi Jungoga qaratgan yoki Osiyoga qaratgan tashqi siyosatini negizlik o'zgartish. Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati negizlik o'zgartish.